Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun Avstraliyadagi Nurgul Saat xonim bilan Donald Trampning Osiyo safari va Shi Jinping bilan ko'rishishga nazar nomli suhbat programmasini olib boramiz. Bu nihoyat bir muhim bo'lgan bir xalqaro tema. Amerika prezidenti Donald Trump o'tgan hafta, ya'ni 2025-yil 10-oyning oxirida 5 kunlik yana Janubiy Osiyo ziyorati yapadi. Bu safar onun ikkinchi qatimliq Amerika prezidenti bo'lgan vaqtida yapgan Osiyo ziyorati. Donald Trump oldi bilan Malayziya, keyin Yaponiya, oxir Janubiy Koreyani ziyorat qildi. Malayziya Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlar tashkilotining yig'inida qatnashdi. Yaponiyada yangidan saylangan Yaponiyadagi ayol vaziri Sanoat Takachi xonim bilan ko'rishdi va Yaponiya podshosi bilan uchrashdi. Janubiy Koreyaniki Yongju shahrida o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'inida qatnashdi. Ammo bu safarning eng diqqat nuqtasi bo'lsa, 10-oyning 30-kuni kuni Janubiy Koreyaniki Busan shahrida Xitoy raisi Shi Jinping bilan ko'rishib, uchrashish bo'ldi. Butun dunyoning diqqatini tortdi. Hozir Amerika va Xitoyniki bu munosabat bir qatmal bir holatga kirib qolganligi uchun 2019-yildan keyin bu ikkisiniki qayta bir yuz ko'rish bo'ldi. Biz bugungi mush temalar asosida suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Nurgul Saat xonim, Uyg'ur choyxona suhbatiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Endi bu qatimki suhbat bir tarix bir suhbatlar bo'ldi. Yuqori deyishimizdek. Hamda bu Xitoy prezidenti Shi Jinping bilan Amerika prezidenti Donald Trump ko'rishib nurg'un kelishimlarni imzoladi. Undan boshqa davlatlar bilan nurg'un kelishimlar har qaysi sohalarda olib berildi. Biz bugun bu suhbat programmamizni mush nuqtalarda bo'ladi. Avval biz savollar qismiga kiraylik. Birinchi savol. Donald Trampniki Osiyo safarining maqsadi nima? Osiyodagi qaysi davlatlarga ziyoratga bordi, xo'sh? Va alaykum assalom. Rahmat ekraningizga meni taklif qilganingizga. Endi bu qitim Donald Trumpningki Osiyo safarida bunda bir qancha muhim nuqtalar borchu. Hozir bu safar oldingi hafta bo'ldi, u safarmi tugadi, Donald Trump nimaga Washington ketib bo'ldi. Lekin hozir bo'layotgan mulohazaning hammasi bu kishiningki bu qitimgi safarni birinchi qitim prezident bo'lgan vaqtidagi qancha davlatga chiqdi, qancha davlatni ziyorat qila oldi degan shu nuqtaga intayin bog'lab turib mulohaza qilayotgan ahvol intayin ko'pchu. Endi hozir shu 2025 birinchi oydan tortib, shu rasmiy Oqsaroyga kirgandan tortib hozirgacha mush qitimliq safari Donald Trampningki qilgan ikkinchi eng chong safar bo'ldi. Birinchi safari O'rta Sharqqa bo'lgandi. Bu qitimliq safarda ikki chong yig'in borchu. Birisi APEC, u nimada Janubiy Koreyada bo'ldi. Endi yana birisi ASEAN yig'ini. U Malayziyada bu yil Malayziyaning navbatiga. Malayziya shu Anvar Ibrohim boshchiligida shuning sohibxonligida bo'ldi-chu. Shunga Anvar Ibrohim ASEAN yig'inininki temasini o'zgartirdi. U odatda ASEAN summit deb ham, ASEAN yig'ilishi deb ataladi-chu. Bu qitimqi yig'ini ASEAN Amerika yig'ilishi deb o'zgartirdi. Ashno o'zimi Amerikaga bergan imtiyoz, Amerikaga bergan o'rinninki qancha muhimligi cho'ngligini ko'rsatib beradi-chu. Ondan Donald Trumpningki hozir kurashganimizda Malayziya, Janubiy Koreya, Yapon, albatta Xitoy bor. Bo'lgan bilan, lekin ASEANning o'zida shu yig'inda kurashgan davlat boshlarının hammasi, 11 davlatning boshlarının hammasi ayrim-ayrim kurashgan, yoki birga o'tirib, nurg'un ishlarda, cho'ng qaror elishda onun da muhim oldu. Masalan, bunun birdamda kirimiz. Masalan, Kambodiya bilan Taylandniki tinchlik kelishim imzo qo'yishi. Ashnodimi? Donald Trump o'zi atamanlik qilib, ikkisini kelishtirib, tinchlik kelishimlarimiz qo'ydi. Endi Koreyadagi nimisida, Janubiy Koreyaninki bosh nimis prezidenti Lee, boshbakan
Bular ziyafat o'rlashtirdi-chu. Shu ziyafat qarasangizmi, 6 davlatning 5ning hammasini taklif qildi. Masalan, Avstraliyaning, Vyetnamninki, ananinki o'zi Janubiy Koreya va Yapon degandek, shu 6 davlatninki 5ning hammasini shu bir shu nima tamoq ziyofatiga birga akiladi-chu. Shunday bo'lganda Trump o'zi shu borgan davlat, shu rasmiy ko'rishish 3 davlatda bo'lgan bilan, lekin ko'rishayotgan davlatning 5i 18ni eshib ketadi. Shuning o'zimi bu kishiningki bu qadamqi ziyoratiniki naqadar unumli bo'lganligini ko'rsatib beradi-chu. Endi Malayziyadagi nimasiga o'tib ketamdiq yoki uning boshqa so'raydigan? Malayziya shu Kambodiya bilan nimaniki Taylandnikimi? Tayland bilan yodingizda bormi? Tayland bilan Kambodja bir qancha oydan oldin bular to'qinish yuz berdi-chu chegarasida. To'qinish yuz berib, Taylandninki ig'ir mashinasi, ig'ir tipdagi shu armiyaninki zambirak mashina hamma narsa Kambodja tarafga o'tib, Kambodjaning askarlari Tayland tarafga o'tib, bu ikki chegaraninki nayt bir daryo uning chegarasi-chu. Shu nimaninki daryoning ikki qirg'idagi butun nimada o'ladigan, ama shu avom xalqninki o'lganlarninki soni shiddat bilan o'rlab, buningda bir azardan ko'rilib boqmagan bir chegara to'qinish yuz berdi-chu. Aslında bu ikilisiga bu Donald Trump aşağıda o'tag'izib bilan boshchilik qilib, buningda yana bir muhim eng cho'ng rol o'ynagan odam Ibrohim. Anvar Ibrohim aşağıda sahibxonlik qildi. Aslında ko'rilishga bo'ldiki, bu qadimgi safarda Malayziyaninki o'tir nima bu Sharqiy Janub Osiyodagi siyosiy o'rinninki yuqori ko'tarilishiga, o'zining yeniga bakrak yaqinroq tortishida intayin muhim rol o'ynadi deb qarayman. Chunki mushu musofaning hammasida mushu jarayonda boshqa davlat aralashmadi, Malayziya sahibxonlik qildi, lekin Donald Trump ikkilisini birga akib turib, shu imzoga o'zi bor, shu imzo qo'yish marosimida o'zi boshchilik qildi shunga. Shumi endi bu kishiningki xalqarada hozir Donald Trumpda bu yil tinchlik mukofotini ololmadi-ku. Ham kelar yili ap qilish mumkin. Chunki bu hozir bir tinchlik yaratuvchi degan shunaqa bir simbolik, shunaqa bir nom berilyotdi-chu unga. Mush qitimqi tinchlik imzo qo'l qo'yishimi shu Donald Trumpning o'zining riyosatchiligida. Shu nuqtani yana bir qitim isbotlab berdi. Yani bu Donald Trump şu Kambodya, Tayland nimasini urushi to'xtatgan Pokiston bilan Hindistonning taz yuqori bosqich ekan, uni to'xtatdi shunaqa. Shu vaqtida u kishi O'tir Sharqda edi. O'tir Sharqda edi. Endi bu odam Donald Trumpninki ish qilish uslubi qarash kerak-chu. Donald Trump burungi Amerikaning prezidenti hech qaysiga o'xshamaydi. Hatto shu hozirgi g'arb ellardagi prezidentlarniki ish tutish, ish muomala qilish, diplomatiya, u bu narsadagi hamma qaysini buzib etdi bu odam. Uning hech qaysiga amal qilmaydi bu. Ana shunga o'ylab baqsangiz, Malayziyaga borsinmi, shundaq Janubiy Koreyaga borgandim, shundaq Yaponga borgandimi, shundaq o'ziga qo'yib berdi-chu, davlatning boshbaqarlari. Nima qilsang qil deb qarasangiz, Donald Trump Malayziyadan nimadan tushib bilan o'ziniki Air Force One aeroplandan tushib hatta nima Malayziyaninki asıllık millatlarning usullariga ergashib usul o'yinida deyishadi. O hech qanday boshqa bir davlatning odami unda qilmaydi undaq ishni-chu. Endi bu odamda og'indachilik, bu asli buni kelib chiqish so'riga bo'lgandan keyin og'indachilik nimasi? Bu siyosiy jihatdagi diplomatiyadagi munosabat nima qilishda ustun o'rin turdi bu. Oldingi o'rin turdi bu odam. Shunga shu Anvar Ibrohimni o'ziga qo'yib berdi-chu. Nima qilsang qil deb. Ana berib u o'zining armiyalarining odamlari bilan kurashdi. Ashad nurg'unliq maktabning o'quvchilari chiqib o'z nimadan nima Malayziya o'rlashtirmabdi. O'quvchilar o'zi chiqibdi-chu. Ana qarshilash nimasi bo'ldi. Endi yana bir muhim diqqat qiladigan narsa, Donald Trump o'ziniki nimasiga aeroportdan chiqadigan vaqtida o'zining mashinasiga chiqsa, Anvar Ibrohim Donald Trumpning mashinasiga chiqdi. Diqqat qildingizmi? Asli bu degan protokolga tushmaydigan narsa bu. Donald Trump chiqqan mashinaga deb aketdi.
Bu aşının özümü bu adamninki aşı resmi bir narsa alaman dese, julp alaman dese, ağıtançılığı bilan aşı özünki sodi yolu bilan alalaydiganligini yana bir qitim isbotlab berdichu. Ana şuna bununla bütün murasim jarayonida jiddiychilik yo'q. Aşının özümü u kishininki ish bajarish uslubininki boshqa ilg'i davlat arboblari yoki bo'lmasa boshqa davlatniki boshbaqonlarga hargiz o'xshamaydiganligini ashaning ko'rilishiga bo'ldi. Andin Malayziyada endi bo'lgan cho'ng bir narsa Malayziyaningki ash butun Osiyo davlatlari qatnashgan hamma davlatning boshlari bilan qatnashdan boshqa bu yerda yana bir biz diqqat qiladigan narsa endi bizningki o'zimiz mishaga chiqib so'zlashningki yana bir asosimi bir bizga nima foydasi bor deganni maqsad qilib so'zlayapmiz-ku. Menda mush qitim Donald Trumpninki mushu Sharqi Osiyoga kelishi, Osiyoning qatnashi bilan Sharq Timurni akirdi shu nimaga a'zo qilib. Aslında endi Avstraliya bilan shu nimaniki Amerikaning roli intayin chong deb qarayman. Hozirgacha Indoneziya shu kirmaydi deb ilqi to'sab kelgandichu. Indoneziyaga yana boshqa davlatlar jim turib Sharq Timurni kirgizmagandi. Bu qitim rasmiy a'zo qilib akirdi shuni. Uni a'zo qilib akirishi buningdan keyin hamda mushu butun mushu nimada Pasifikning o'zida Amerika va Avstraliya shu nimani East Timorni o'zining qishiga yaqin tutib, davlat mudofaa ishlarida, dengiz mudofaa ishlarida intayin muhim rol o'ynata oladi-chu. Bu chunki East Timorninki u o'rni intayin muhim. Bir nimaniki xuddi bu nimaning tumshug'iga o'xshaydi-chu. Pilning tumshug'idek. Ajma yaqin yerida joylashgan. Şu andın buningda atrofida nurg'un dengiz osti petrol, may va, gaz va degandekchu. Bu jihatdami Xitoyga o'tkazib qo'ymaslikchi. Xitoyni neri tutish asosiy maqsad. Bo'lmasa Xitoy bu Sharq Timurga selayotgan pul intayin ko'p. Diqqat qilmasa shu nimaninki Avstraliyaning bu so'g'isidan may qizishga boshlaydi shular. May qizish bilan bir vaqtda yana boshqa o'zininki ishlarini qiladi. Xuddi Sri Lankaning atrofida qilganga o'xshash. Shunga bularninki o'ynayotgan achadagi narsa yana cho'plab harbiy masalaga berib taqildi-chu. Bu Malayziya bilan qilgan suhbatdami 3 muhim nuqta: siyosiy jihatga hamkorlashish, iqtisodiy jihatga hamkorlashish, andan keyin nima? Davlat mudofaa jihatiga hamkorlashish. Endi o'zining umumiy nimasiga qarasangizmi, Malayziya va Amerikaning bu qadimqi kelishimnomasida. Bu yerda eng yuqori nimasi yana energiyaga berib to'xtaydi. Masalan, Amerika Malayziyadan oladigan energiyasi gaz yoki bo'lmasa o'zininki nimasi ko'masini sota olishchi. Shuning bir vaqtida Amerika shu o'zining butun shu uchur aloqa yoki bo'lmasa communication deymiz-ku. Mushu masalan telefon bu nimaga ishlaydigan uskunning hammasini sen bugun deb mendan setib olasan debchi. Malayziyadagi shu narsani yo'q qo'y. Buning bu oddiy qaraydigan narsa emaschu. Yodingiz bormiki biz mushu butun mushu kommersiya o'tirg'i chiqib bizningki mushu Xitoyninki naqadar butun xalqarada bu uchur aloqa mush digital saytga uchur aloqada o'zining chipni ishlatib nurg'un davlatga ta'sir qila oladigan ham kontrol qila oladigan asholat o'tib bo'lganligini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi agar mushu Amerika o'zininki mushu Sharqiy Janubiy Osiyoda ta'sir kuchini turaqlashtira olmayman desa, buningda Filippin eng muhim rol o'ynaydi. Chunki u yerda o'zining harbiy bazasi bor. Ana Malayziyani tartib kirib o'zining uchur aloqasining bexatarligiga kapolatlik qilish kerakchu. Shu uchur aloqa ham ishlatadigan uskunni bugun mendan setib olasan dedi. Ana uningga yana birisi ig'ir tipdagi mashinanimi setib berishga uning yo'l qo'ydi. Ana buningda yana bir diqqat qiladigan narsa yangi hukm shu havo bo'shlig'i, shu olam saqchilik, olamga kim boshchilik qiladi, olam saqchilik rolida deganda
hozirgacha bu 57 davlat Amerika boshlig'i bo'ldi buningga deb degidikchi. Lekin uning yanida ba'zi andomonda Fransiya o'zining qarshiligini ko'rsatib qo'ydi, lekin bak cho'q qarshilik ko'rsatmadi. Lekin Xitoy bundan tortib o'zining qarshiligini ko'rsatdi. Amerika boshlig'i bo'lsa bo'lmaydi deb. Chunki Amerikaningki nima qilsa, o'zininki nemisi maqsadi bo'yicha, o'zining manfaati bo'yicha ilib mangadi ishni deb. Endi uning degani, uni biz tushunamiz Xitoyning nima demoqchi bo'lganligini. U degani sen Amerika boshliq qolsa, men o'rin qolmaydi degan gap aniqlar. Endi. Lekin bo'shliqdagi sun'iy emraning soni, andan keyin ajratgan mablag', texnologiya bo'lma. Ashning hammasi qarasa, Amerikaningki ishlatayotgan mush texnologiyasi u nimanikidan Xitoynikidan yuqori ham uningda turaqliqchi, ishonchlik. Hadis ko'p chiqmaydi. Andan keyin bir narsani ishlasa, bu shu chip masalasi kelgan vaqtida Xitoy qancha pul atgan bilan Amerikaningki texnologiyasiga hozirgacha yetish bo'lolmadi. Uningdek sutda yaxshini ishlab chiqaramadi. Bu masalaga birdan turib kelamiz. Shuning bilan hozir Malayziya bilan Filippin ishkilisini qo'l qo'yg'izib buningga o'zininki shu nimasi hamkorlashish davlatiga aylantirdi. Shuning bilan 59 ga chiqdi. Demak, shu bu yer sharini o'zlam emas, olamdagi planetlar orasidagi saqchilik rolini o'ynaydigan masala kelgandimi? Amerika yanılam o'zining atrofidagi shu qurilmani tanshab mengayotdi. Endi mushu jarayonda buningga yana bir eng yaqin kelib ko'z quloq bo'layotgan davlat Kanada bilan Braziliya. Kanada bilan bu yangi o'zininki nemisi chiqib boshbakan o'qib tutgan tatib hozirgacha Kanada bilan Amerikaning munosabati toza yaxshi bo'lmay kelyapti. Kanada bir nima deydi, Amerikaga qaytarib bir nima deydi. O'zining o'tirisidagi shu talash tortish hozirgacha sal radga tushib bo'lgani yo'qchi. Buning asosiy maqsadmi yanılam shu savdo kelishimnomasi. Lekin shu jarayondami Braziliya urinib baxtichi. Kanadami urinib yiqdi qarasam uchurlarda chiqayotgan uchurlar. Mushu savdo kelishimnomda biz azroq o'zimiz bir qadam og'ir desab bir turaqliq bir kelishimnomaga kelishyapmiz. Buningda tarif, baj va ustunlikni egallaydi-chi. Mushu bajni ishlatib turib, shu bajning yuqori ko'tarishi bu yerda madaq bir siyosiy nima ko'z qarash bor. Uni biz tushunishimiz kerak. Mush tarif masalasi kelgan vaqtida Donald Trump mushuning qaror chiqargan yerda kongressda o'tkazmaydi. O'z oldiga yuqori ko'targisi chiqarib tuvanga tushirib o'z bilan ma'du. Shuning uchun shuni bir vosita qilib ishlatish buning uchun intayin oson. Bu kongressdan demokratik usulda qaror olmaydi buningda mush masalada. Shuningdimi shunglashqimki mush qitim ASEAN yig'in jarayonidami o'zining oldiga kelgan hammasiga bu mush tarifni tushirib berdi-chi. Tushirib masalan Vyetnamda, Kamboja, Tayland aşağının hammasida mening son qo'yadigan talabim bor. Talabimga ma'qul desam 9%dan 12%gacha tushirib bermayman deb rasmiy tushirib berdi. Masalan Kamboja qo'ygan talabi, Kamboja hozir mushu Xitoylarniki bo'lib mushu to'r hujumida nimisininki markazga aylanib qoldi-chi. Ashuningda Amerika bilan hamkorlashish, ashuni to'sash. Yana birisi zarlik chekimlikni kontrol qilish va shuni munosabatli barliq jinoiy qilmishni, jinoiy ishlarga birga qarshi turish. Ashuni ma'qul dedi Kamboja. Yana birisi Kambojaninki bu Xitoyninki ta'siri eng kuchli bo'lgan ikkinchi davlat nimadagi Sharq Janubiy Osiyodagi. Shunga Amerikaning yana bir buning bergan bir nimasi seninki harbiylaringni men West Point o'zining harbiy maktabida men tarbiyalab beray dedi-chi. Deganlik nima desa bir qurilma, bir davr harbiyninki boshlari Amerika tarbiyalansa
Ular Amerikanınki shu ma'rifida Amerikanınki shu ko'z qarashida tarbiyalangan u armiya boshlig'i aldirab Xitoyning sızgan bilan mangmaydi. Uningda ideologiya jihatdan uni o'zgartirishga, uningga turaqlashtirish intan foydasi borchu. Aşınıdımı bir kelishimnoma hal qila oladi. Andan keyin yana birisi Tayland mushu tinchlik kelishimnoma tuzib bo'lgandan keyin ham Amerikaning butun shu Taylandga kelgan yezgilik shu mahsulotning hammasiga 99% bajarmayman dedi. U degan chiqma ish u. 99% mahsulotini men bajarmayman deb. Shuning ma'qul dedim. Demak, men yerda bir narsa Maqsad nima hamda? Maqsad bu yerda shu Sharqi Janubiy Osiyodagi davlatlarning hammasi Amerikani hozir o'ziga shu xalqaro bosh bo'la oladi deb ashuni yo'l qo'yyapti-ku hozir. Yo'l qo'yganlik ham shu Donald Trampningki shu sizg'an sizg'i bo'yicha menyapti. U odam kelib hammasiga 70%, 90%, 47% ashuna bosh qo'yib etgan. Qo'rqmagandi u. Mayli nimaniki Amerikaning o'zi kongressining ba'zan odamlari mas'ulchilikni chiqarib ketishdi qarmidi, pisand qilmadi-ku. Bu o'zining taktikasi shu. Lekin mayaga kelib rasmiy o'tirib kelishimnoma tuzib, bu nim qilganda o'zining Amerikaning manfaatini oldin qo'yib, o'zi olaman degan narsani ola oladi-ku. Olgandan keyin ham bojni tushirib berdi. Mana mushunchalik boj bilan sen sodani qilaversang bo'ldi deb. Yana birisi savdo qimmati, kelishimnomaning qimmatimi intayin yuqori bu qatam. Har bir davlat bilan nima qilgan tuzgan. Ashuni o'zimi Donald Trumpningki, masalan, Amerikaning mahsulotlarininki, masalan, Sharqi Janubiy Osiyoga kirilishi, anoniki bu albatta bu Sharq Osiyodagi Yapon, Janubiy Koreyalar bor. Xitoy bor albatta. Xitoy eng chong nimasi. Anoniki o'zining mahsulotlarini o'shaga hech qanday cheklimga uchramay kirib setilishi. Mushjatimi bu odam bu qatim intayin bir cho'ng rol o'ynadi deb qarayman. Yana bir bu kishiniki shu bo'pmi yezigilik mahsulotlarininki Amerikaning sirtiga chiqib setilishiga bu intayin nima uchun bunchalar kuch chiqardi deganda bu sariq po'choq masalasiga Xitoyning nimasi kelishimnoma so'zigani qaytib kelamiz. Amerikaning mahsuloti bir davlatdan boshqa bir qancha davlatga setilgan vaqtida bir davlat tuyuqsiz men olmayman desimi, yana bir davlat davomli elaverdi-ku. Shuning bilan aningdagi keladigan ziyonni azlatqil oldi buningdan keyin. Chunki bu hozirgi mush ahvolda bu kelishimnoma 3 yil bo'ldi. 3 yilgacha Amerikaningki dehonlarining kuni yaxshilanishga boshlaydi degan gapchu. O'zining mahsulotlarini keng ko'lamda Amerikaning sirti sota oladi. Töven boj yoki boj yo'q holatda. Yana birisi u Amerikaningki 2026da midterm election deydi-ku. Prezident 2 yil huquq tutgandan keyin o'tirliqda bularningki demokratlar bilan nimani jumhuriyatchilarningki o'zlarininki kongresslarni saylaydigan o'tirliq bo'lgan bir nimasi bor. Saylan boshlandi-ku. Shu saylangacha agar Donald Trump o'zining deganining hammasini qila olsa yoki unumli bir nimani ko'rsata olsa, chunki saylamda o'zining jumhuriyatchilik nimasiga a'zolarininki to'liq saylanib chiqishi yoki ko'proq saylanib shu kongressning ichiga kirishiga, davlat majlisining ichiga kirishiga foydasi bor. Bunga ustunlikni egallaydi-ku. Shunga yana birisi andan keyin mushada biz sal qarashga bo'lmaydigan narsa, mushu tuzilayotgan kelishimlarning hammasi hozirgi yangi zamondagi protectionist deymiz. O'zini qo'g'dash, o'zining manfaatini oldin qo'yish shu modul bilan menyapti. Masalan, Amerika bilan shu nima yo'lda Amerika Yaponni shu yo'lga kira oldi, bu Janubiy Koreyani shu yo'lga kira oldi. Hozir Filippin shu yo'lda. O'zining ideologiyasini hammaga ta'sir ko'rsatyapti bu. Donald Trumpchu. Shunga mushu protectionist ideologiyasimi, o'zini o'zi qo'g'dash nimasi ideologiyasi yoki manfaatni oldin o'rin qo'yish ideologiyasi deb turaydi. Biz o'rganishimiz kerakchi. Andan keyin mushu ideologiyani kengashi bilan o'ng qanot
küçüyüp mağdı. Chunki bular konservativlik qılalaydı-chu. Ma liberallar asan qılamaydı bunu. Liberallar u xil ideya bilan mağanmaydı. Chunki uninki nemisi ma o'tirliqdagi solchilar yoki bak as sol qanotninki nemisi ideologiyasiga ashada yetib turib, ashada turib o'zini ishini qiladi ular. Şoň bu protectionist degan, bu özünüzni qo'g'dash nemisi ideologiyasi o'ng qanotchilar yoki bo'lmasa o'ng qanotda ma'laydigan bu siyosatchilarda ko'proq uchraydi. Ani o'ng qanotchilar deganda asosan konservativni ko'zda tutamiz. Şoň shu Donald Trump o'zining shu konservativ ideyasini amaliyotda shu butun Osiyo davlatlarininki hamma o'zininki shu o'zi bilan hamkorlasha oladigan yoki bo'lmasa o'zi bilan hamdo'st bo'lib birga mang'alaydigan davlatning hammasiga singdiryapti bu qitim. Ko'rsatdi aslida. Ma ishni mandaq qilsam deb. Ashning o'zimi bir davlatninki bu xalqarada yer sharida boshchilik qila oladigan, bosh rol olib mang'alaydigan Amerikaning o'rniga ta'sir ko'rsatdi deb qarasak, oshirib o'tmaymiz-chu. Ana shu endi Malayziyada bo'lgan ishlar endi. Rahmat, endi Yaponiya ziyoratiga o'taylik. Yaponiya ziyarati bu qatim endi Yaponiyada yangidan bosh minister, o'ng qanotchi bosh minister. Takaichi. Buni Yaponiya tarixida tunji ayol bosh minister ekanda. Xitoy qattiq qo'llik bilan tunilgan bu ayolninki hokimiyat beshiga chiqishi, uning keyindan Donald Trampniki Yaponiya ziyorati qattiq kutib oldim. Hatto Yaponiya podshosidan kurashdi, hatto Amerikaniki Yaponiyada turishliq harbiy bazalig'imi shu ayollar bosh minister xonim bilan birga berib o'shada nutq so'zildi. Endi sizningki o'sha kuzatgan nimalaringizda bu har ikkisi o'ng qanotlarda hamda kuchli dunyoda nima qilganlar. Bularniki birga kelishi, Amerikaning harbiy bazalarini birga ziyorat qilib o'shada birga nutq nima qilishi, bularning so'z jihatdagi hamkorlik nimalari haqidagi bir mulohazaningizni o'ttirg'a qo'ysangiz. Bu Yaponiyaga siz degandek Donald Trumpninki Yaponga berishchu. Ani Yaponninki ziyorati bu qitim intayin muhim rol o'ynaydi. Nima uchun muhim rol o'ynaydi desangiz, o'zingiz dedingiz. Yaponning birinchi qitim o'ng qanot huquqni qo'lga olib, yana birisi birinchi qitim ayol bosh vazir bo'lgan yili. Takaichi xonim o'tirg'i chiqiblam nurg'un narsalar Yaponda o'zgarib ketdi-chu. Butunlay yanalam shu nima protectionist. O'zini qo'g'dash, o'zining manfaatini oldin qo'yish. Yaponninki shu manfaatini biz qanday qilganda eng nimaga oldin qo'rin qo'yib turib, Yaponning nimasini manfaat uchun kurash qilamiz. Yaponning xalqaro o'rnini nima qilamiz. Endi albatta Yaponning eng chong raqobatchisi Xitoy. Unda qo'ni Yaponning o'rnini yuqori ko'tarmaysa, u cho'qim nimaga Xitoy qattiq qo'l bo'lishi kerak. Demak, Takaichi xonimninki burundan tatib Xitoy qattiq qo'l ekanligi biz bilamiz u xonimninki-chu. Masalan, Robiya Qodir xonimnimi shu o'zining partiyasi shu vaqtlarda necha yilning oldida birinchi qitim shu kurashgan ayol Takaichi. Ana ashimi nima desa, bizning mustaqillik nemizdimi Takaichi o'zi qo'llaydi. Uyg'urlarning mustaqilligini qo'llaydi u ayol. Ana shundaq bir odamninki shu huquq beshiga chiqib, shu kuch xalqarodagi kuch tamponini saqlab turish uchun ana bizga nisbatan aytganda o'zimizningki Sharq Turkiston mustaqilligi, Uyg'urlarningki hayot qilishi, uchun intayin bir yaxshi fursat deb qarayman-chu. Şoň bu protectionist ma'lum jihatdan biz qanday foydalanish, uningdan qanday hamkorlashish, qanday o'zimizning harakatni davomlashtirish, mush narsani biz qattiq beshimizni silkitib yaxshi o'ylangan bir masala. Endi mushu jarayonda bir qancha bizga diqqat qiladigan masala bor, bu yerda. Yanalam cho'gilib kelib nimaga bordi bo'lsa, harbiy kuchga berib taqildi. Harbiy masala yanalam. Ani shunga bu ko'rinishga sodda ko'ringan bilan amaliyotda Donald Trump bağlı yerdə özününki hərbi gücününki tamğısını urubmadı. Birincidən, bu Yaponga bağlı vaxtida hərgiz Yaponninki şu Yapon baş vəziri kütüb oladigan adətdiki aeroportga düşmədi bu adam. Bu adamның düşkən yeri Amerikaninki dengiz armiya bazasıga düşdü, qo'ndi. Ana u Tokioning janubida.
Anındaki bu Takaichi Asya'ya berip, Donald Trump'ni Asya'da qarshi oldi. Andan keyin bu bütün qarshi elish, endi marosim o'tkazish nimasi qarasangiz, Donald Trumpning orqasida bütün Amerikaninki askarlari turg'uliq. Endi shu yerda Amerikaning askarlari shu uyuzlari nimasi davlat marshini o'qib turib, muzikasini chap turib qarshi oldi shu yerda. Endi mayadimi yana bir narsa, nima uchun Donald Trump har qanday boshqa davlatninki prezidentlariga yoki bo'lmasa boshbakanlarga o'xshash diplomatik usulda ish qilmaydi, o'zining xohishi ish qildi degan dal shu. Har qanday davlatga borsangiz, qaysi davlat qarshi ilib olsa, shu davlatninki muzikantlari shu kelgan davlatninki davlat marshini shu antimni o'rlaydi-chu. Bu Donald Trump unda qilmadi. O'zining Amerikaning askarlari o'rlayotdi yerda. Aslından ko'ryapsangiz bo'ladi. O'zining naqadar o'zining narsini oldingi o'rin qo'yib turib, meninki narsam menga tavasi, meninki deb. Ana yana birisi bu yerda yana bir berilgan kuchli signal. Yapon 2. Dünya urushidan tortib, shu harbiy bazasini nimaga Amerikaga berganlik. Amerikaga berganlik, andan keyin Amerikaninki shu harbiy bazasini yig'ishtirib chiqishni yana bir tarafda Yapon xohlamaydi. Shular qanchalik uzun tursa, Yaponning bexatarligi, bu shu dengiz mudofaa bexatarligiga bu intan cho'ng rol o'ynaydi-chu. Shunga u Takaichini u yerda berayotgan bir cho'ng signali, bu xuddi o'zining uyiga kelgandeklar bir nima rayat turib, nima ish qilsan qil deb Donald Trumpning uyiga tashlab berayotgan yana bir nimamiz shu. Shu o'zining qaysi bo'yicha qildi. Ana yana bir siyliqi aeroportdan chiqib mang'an vaqtidami Donald Trump o'zi deganiki nimalardanki o'rnining ichidagi yoki bo'lmasa yig'ini atrofidagi u bu narsaga o'zi xohlagancha qarab, u nimaninki Takaichining qishida bunday agishib mang'digan unda ishlar yo'q buningda. O'zi naytilqi bakilqi muhim qetib olmaganchu. Ashunda elib bordi. Andan keyin bu kishining yana bir qilgan narsasi o'zi bu Yaponninki emperor, podshohninki oldiga o'zi bordi. Uning ma'nosi nima desa, seninki shu imperatorlik nimani men hurmat qilaman, men uchun bek muhim degan bir cho'ng signalni beradi-chu. Endi bu shu jarayonda bir qancha narsa yana cho'glab berib nimaga berib taqishdi desangiz, soda. Takaichi o'zimda hozir huquq chiqdi, chiqib turg'uliq, ashningda 550 billion qiymatidagi nimani tuzatdi-chu. Tuzatib bo'ldi Amerikaninki mush Yapon kirdigan eng muhim masala yanalam mashinsozlik. Mashinsozlikda Yaponninki nimasi hamda ustunlikda turdi. Nima uchun deganda, u chunki tez yasalaydi, tanarq tuban. Andan keyin u hargiz Amerikaninki yuqori baj bilan kirgan qimmat mashinalarni Yaponning bozori sotolmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib qilgan nimasi bajni yo'qotishchu. Amerika mashinalarining Yaponiyaga kirib, Yaponiyada shu Yaponning o'zi ishlab chiqargan har qanday mashinani asboblar bilan sotilish nimasiga o'zi bozordagi raqobatiga kirish ehtimolligini yuqori ko'tarib berdi. Ashno o'zimga bir cho'ng bir ish deb qarasak bo'ldi. Bu nima desam, nimadagi Amerikaning o'zidagi mashinasozlik, mashina ishlab chiqarish yoki yuqori texnologiya bilan ishlab chiqargan mashina zapchastlarininki xalqaro kengashiga asos berdi. Endi bu ne degandik, Amerikada ish xizmat qilish yoki ish o'rnining ishni chiqarib sirtqa chiqsa. Endi yana birisi yana cho'gilib yana shu mineralga keladi. Bu yerda yana kelishimnoma mineral ustida tuzilgan kelishimnoma. Malayziyada shunday qilgan bu odam. Bu nima uchun deganda, bu Amerikada Donald Trump bir narsani hozir nayt yaxshi qilyapti. Hamma narsani, hamma olmasini bir nimaga bir sivetga samovatchi bu odam. Endi shu mineral masalasi kelgan chog'dami, hamma davlatdan o'xshamagan mineralni, o'xshamagan kelishimlarni tuzib menyapti. Masalan, birisi tuyuqsiz kelishimlarni yo'q qilaversimi, yana boshqa manbalardan, boshqa davlatdan davomli degandek, mayli seriq bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa minerallar bo'lsin kiraverdi. U minerallarning asosiy nimasi
hozir yuqori texnologiyada chip ishlab chiqarish yoki bo'lmasa davlat mudofaa nemisida ishlatilgan nurg'un uskunlarga bevosita ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatgan narsa. Kam bo'lsa bo'lmaydigan masalachu. Shu bir cho'ng muhim rol o'ynaydi. Ani yana birisi Amerikaninki, Yaponningki F-35 degan urush aeroplanlari bor. Ashunga nima qiladigan, o'tir misolniki hammani Amerika burundan tortib bergilik. Bu qitim nima desa, ashuningki eng yuqori texnologiyada ishlangan nimasi, men qanchani olib desang bo'laverdim, men ta'minlab beraman deb ashuniki aytib berdi. O'tir misofa bu misol nega ko'rib to'xtaydi? Agar shu kunlarning bir kuni Yaponiya haqiqatan o'zini qo'g'dayman deb qolsa, o'zininki rayoni turib olsa, u Beijingga tushira oladi uni. O'tir misofa uningdimi yiroqqa atalaydi, nima qilalaydi-chu? Atalaydi. Shu bu davlat mudofaa nuqtasidan aytgan chog'da Amerika Yaponiyani yaxshi qurollantirib berdi. Bexatarlikka yana bir qadam kepillik qildi desak bo'ldi-chu. Shu bu qitimqi narsa yanalam 3 nuqta. Siyosiy, yanalam harbiy mudofaa, hamkorlik, andan keyin o'zaro bir-birsiniki bexatarligini qanday qo'g'dash, andan yana birisi hamkorlashish. Qanday qilganda biz birga ishlaymiz. Do'stlikni ilgari suramiz. Shu masala. U so'dlama emas bu qitimqi bu uchrashish. Hamda Janubiy Koreyaga o'tib ketamda boshqa o'sha bir narsa qildi hamda Arifa xonim, Arif Ali xonimniki hamda uda ish qildim. Yana shu Yaponiya dunyoda eng yuqori o'rinda turgan bir siyosatchi hamda eng yosh istiqbolli. Bu qatim yana tashqi ishlar nimasida bor. Bir Uyg'urniki shu nimada ishlashgan. Hammamizni xo'shal qildi, iftiqorlantiramiz, qo'sh yo'limiz ham o'sha nimasida. Mush Arifa xonim eng qisqa qilib lakin shu xonimniki yana qayta ashada saylanishi nimadan direkt turdi bu Uyg'ur davosida qanday rol o'ynaydi? Mush haqida ozroq qisqartirib ko'ryapsiz. Hamda Arifa xonimninki aşağıda qanday saylanib shu Takaychi xonimning nima uchun Arifani tanlab muavin tashqi ishlar ministrlik roliga qo'yganligini ham bu to'g'risida men ko'p ta'rifligim yo'qchu. Nima uchun degan chog'da bir Uyg'ur bo'lsa-mu sog' salomat shu o'zininki davlatida tug'an yerda turishlik o'rnini saqlab qilish kerak. Shu o'rnini biz qo'g'dish bersak to'g'ri bo'ladi-chu. Hamda bu hozir o'z bayonni deb o'tdik. Hozir bu Yaponninki beshiga chiqqan bosh vazir bu kishi ayol Takaychi xonim bu o'ng qanotchi. Ana yana birisi butun protectionist ideyasi bilan mangdigan bir ayol. Ana bizningki Uyg'ur masalasiga kelgan chog'dami Uyg'ur masalasining haqiqiy mustaqilligimizni qo'llab mushlarmi bu kunlarning bir kuni bir o'zga bir hurlik nima qiladigan beshiga bir quyoshning nuri tushadigan mushunaq bir nimaga ega bo'lgan deb haqiqiy bizni qo'llaydiganlar amaliyot o'ng qanotdan chiqadi. Hargiz sol qanotchil undaq demaydi. Sol qanotchilninki o'tirib qo'ydigani nihoyat ijliman sudak kishilik huquqi mushlar o'lib qolmasa mush dunyoda yana namunalik bir ishqital Uyg'ur bo'lsa Uyg'ur bormiki desa borkan deb nimasini urg'un topolaydigan ashna holatda bo'lsa deb hamma narsani tang barobarligini tashviq qiladi-chu. Lekin o'ng qanotchilar sal qattiq qo'l bunday kelganda. Bular qirilayotgan bir millat o'zini qo'g'dash huquqi bo'ladi. Mushlar o'zininki burundan tortib mustaqillik uchun kurash qilayotgan ashunga ovoz chiqarayotgan bir millat. Bularninki mushxil huquqi bor deydigan narsani qo'rqmay og'zidan chiqarib deyalaydi. Bu xil ahvol ostida Arifa xonimninki shu Amerikaninki mushu hukumatining ichida bo'lishi men uchun aytgan vaqtida bu biz sharafli his qildigan yana birisi shu nuqtani yana bir qitim isbotlab beralaydi. Chunki qiqavatmadi. Lekin misha kelganda men yana bir qancha narsani o'tirib qo'yg'im bor. Hozir shu 6 yilning yog'i shu Uyg'urlar uchun ovoz chiqargan Uyg'urlarninki nimasini masalasini to'xtamay xalqarada
Mayli tadqiqot usuli bo'yicha bo'lsin, mayli bo'lsa, o'ziniki debate, munozara orqali o'tirib qo'ygan bo'lsin. Aslida bir qancha ko'z ko'rmagan akademiklar bor. Endi yana birisi mandaq jamiyat arboblari borchu. Aslida hammasini Xitoy to'ydimay birdan qirqib menyapti. Aslida ovozini yo'qotishchu. Ovozsiz qilib etish. Masalan, bu bir ikki gapni oldida biz o'zimiz bildik, Dilrey Xonningki atayni shu nimadan Pragdan akilib Parijda sotqa qatnashsan deb majbur Xitoy yana sotqa chiqdi. Sotqa ichib, ashadimi yo'q, tayin yo'q bir savollar bilan shu butun kesim ilinib bo'lgan qaror chiqib bo'lgan bir enzini yana o'tirib tatib chiqadi. Shuning o'zi nima desa, Xitoy g'arb ellarininki qonuniy jihatdagi ojizligini o'zi biladi-chu. Har qanday bir narsani azoq birisiga pul berib, advokat tutib nima qilsa, odamni xil avor qila oladiganligini ashula yaxshi biladi. Bilganlik uchun bu amaliyotda hammadamninki kalisi kiligilikchu. Bu odat azoq kalisi odam o'yinindi. Bu Dilrey Xonningki bu qaror ilinib bo'lgan keysni bu yana sotqa akirsimi, yana shu o'xshash dismiss deb uninki ashna qaror berib chiqadiganligini biladi. Bilib turib yana ashna sotqa akirdi ashni. Akirish orqali bu nima desa bundan qilayotgani birinchidan o'zining kimligini ko'rsatib qo'yash, o'zini yana nima ish qila oladiganichu. Endi yana birisi bu Dilrey Xon uchun bu psixologiya jihatdagi bir hujumchu. Kuchni qo'ritib yo'qotib yutish. Ro'yxatdan tugashtirib aytgandan keyin ovozi biroqlam qalaymi qalishi buning nimasi yo'qaydi deydigan vayron qilib yetishchu. Maqsad shu. Andan keyin bu 2 kun bo'ldi, hozir chiqayotgan nimada, masalan, Xalim Amerika Angliyaning Xalim nimasida, universitetida, oliy maktabida. Laura Murphy deb yana bir professor ayol bor. Ana bu ayolninki shu Uyg'urlarninki majburiy emgak kuchiga ishlab chiqargan bir qancha cho'ng dokladlari borchu. Bu shu solar panel deymiz, quyosh nurlarini nima qilgan batareya, shunisi. Masalan, ashuningda ishlatiladigan shu litium ishlab chiqarish narsaning hammasi 80% bizning vatandan chiqadi. Vatanda ishlab chiqarildi ashuning narsa. Butun xalqarada hamma yerga sotdi Xitoy. Bizning shu Avstraliyadan bor. Ashuningki naqadar bizni vayron qilish hisobiga shu badaliga kelayotgan mushnaq bir masala ekanligini xalqaraga yo'rtib bergan ayol dal shu. Hozir ayolnimi shu Xitoy hukumati Xalim universitetiniki Beijingdagi ishxonasiga berib, seningki agar ashni yo'qotmasang, bizningki nimadan Xitoydan sinema maktabiga borgan o'quvchilarni biz bag'uzmaymiz deb nima qilyapti. Endi bu nima desa, buningga yana bir masalachu, bizlarga bak diqqat qiladigan bir masala. Shu Xitoyninki davlat bexatar organlarining odamlari berib, aniga tahdid silyapti. Salalayapti-chu. Angliya shuningga qilmayapti. Andin Angliyaninki qilmasligi bilan maktabninki yuqori qatlam nimalari, rahbarlari ayolga sen darhol tadqiqotini to'xtat. Ana chunki u tadqiqotning birinchi bo'limi e'lon qilinib bo'ldi, ikkinchi bo'limni ham e'lon qilish kerakchu. Sening sababingdan Xitoydan bizga keladigan o'quvchilarning soni to'lab ketdi. Buningdan keyin Xitoydan biz manfaat ololmaymiz deydigan ashunday bir narsani o'tirib qo'yibdi. Bu ayol rasmiy shu tadqiqotni to'xtatib, sening deganing bo'yicha menga demdi, o'ylamamsiz. Shunga mushaga kelgandimi, endi men kuchimning boricha shu chiqayotgan uchur bu narsani taqib beryapman. Biz aslida o'zimiz insonimiz bo'lsa, mushundaq odamlarga keng ko'lam tashviqotni qilib, biz qo'g'daydigan, xalqlarning diqqatini tortadigan ashunaq narsada biz azoq shovqin so'rani chiqarishimiz kerakchu. Ashdan teklif qilsak chiqadimi shu ayollar? Chiqadi. Agar shu inglizcha nima qilib muloyiza nima shundaq bir program o'rlashtirishga shu taklif qila olsangiz chiqadi menimcha. Endi yana birisi, endi ashlarni masalan biz qo'limizdan kelamdi qo'g'dash, ashning o'rnini tutib qilish. Ashni masalan Asha Xalim universitetiniki oliy maktabniki boshqa nimalarga, masalan shu boshliqlarga biz xat yozib yoki bo'lmasa keng ko'lam bir siyosiy faoliyatdagi bir narsani qilib,
Muşu cemaatning fikrini yig'ish orqali biz besim bera olamiz. Aş narsani ilqi mening kalamga keliglikchu. Biz qaydavuncha qilsak to'g'ri bo'ldi shu. Xitoyninki bu o'ylab baqmamsiz. Bu Beijingda turib Angliyadagi bir oliy maktabninki ishini kontrol qilyotidi. Bizning sababimizdan bo'layotidi shu narsalar. Ayol biz uchun ovoz chiqarayotgan ayol. Aş 3 chiqargan reportning hammasi nima desa, Xitoyninki naqadar razil. Bizninki Uyg'urninki jinini qurbon qilish nemisida dastiga kelayotgan narsa shular. Mayli u Solupani bo'lsin. Aş raporda ayrı bir söhbət qılamdıq ki, həmisi aş haqqıdaçı. Bununla Ya mush to'g'risida buningki yana davomli chiqadichu. Masalan, mush biz uchun gap qilgan, mush g'arbdagi mush butun masalan oliy maktabning ichidagi tadqiqotchilar bo'lsin, siyosiyonlar bo'lsin, ashlarning hammasidagi bunda kelayotgan bu narsa bu ko'payib mangsimandiki ojizlamaydi. Shu bizmo mushu nuqtaga kelgan vaqtida nihoyatda ushsha bo'lishimiz kerak. Ular biz uchun gap qilgankan, bizningmi ular uchun gap qilish, ovozimizni chiqarish majburiyatimiz borchu. Bu bir axloq masalasi bu. Cho'qim biz gap qilishimiz kerak. Shundoq gap 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 yong'i sal so'rilib ketib qoldi. O'zimizningki nemiz qaytib kelaylik. Endi Janubiy Koreyaga keldik. Janubiy Koreyada hamda muhim bir yig'in ochildi. Bu yig'in nimalar o'tdi? Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy nimasi Shi Jinping kurashdi hamda bu yerda 2010 tunji qatimli qilgan prezident vaqtida kurashgan paytda undan keyin o'tirisidagi qatmal bir kelib chiqqanda so'dirishlar jarayoni bu qaytib işte. Mush vaqtlarda nimalar o'tirib qo'yildi? Bu Koreyada ochilgan yig'inlar to'g'risida hamda Uyg'urlar haqida Yaponiyaniki bosh ministr azroq ashar nima qo'ydi Uyg'urlar haqida shunaqa. Şöyle koydum ama Japoniyada kurashgan vaqtda qo'ydimi? Yapımda kurashganda o'tirib qo'ydi. Janubiy Koreyada emas. So'rayman unutib qolibdi ekanman shu narsanikini. Shu Yaponiya bosh ministri Uyg'urlarni to'g'ri qanday bir nimalar bo'ldi? Mushni qisqacha bir tushuntirsangiz hamda. Janubiy Koreyaninki bu yig'ilishdichu, mundaq bir masala bor. Ya'nilam bu mushu nimaniki mayli Janubiy Koreya bo'lsin, Yaponiya bo'lsin. Bular o'zing burunqi Amerikaning prezidentlari bilan tutadigan muomala, protokol buni hammasini tashlab aytdichu. Mushu Donald Trump nimani yaxshi ko'rsa, mushningki o'zining uslubi qanday bo'lsa, mush bo'yicha bormaymiz deb bu odamga ashna bir so'rin tayyorlab berdi. Janubiy Koreya ham shunday qildi. Bu qanday qildi demamsiz. Buning birinchi ulab qilgani bu Janubiy Koreyaninki burunqi o'zininki mana shu Koreyaninki o'zining podshohligining bir oltin tojisi bor. Ashunga tojiga o'xshash tojidan birini yasab taqdim qildi bu kishiga. Bu degani hamda Donald Trumpni o'rnini naqadar o'zi uchun cho'ng ko'rganligini isbotlaydi-chu. Bu bir sovg'at. Ani yana bir narsa, toz nima meningki diqqatimni tortgan narsa, buningda Janubiy Koreyaninki bir simbol xarakterlik bir nemasi bor. Guli borchu. Uni Rose of Sharon deydi, nimaninki gullarning eng nemasi ulug' tojisi deb uyg'urcha shunday qilsa bo'ldi. Shu gulninki nemisida yasalgan bir tinchlik medali bor. Shu medalni sovg'a qildi. U medalning eng yuqori nemasichu, bir yuqori bu asan bir odamga bermaydigan medal u. Shuni Donald Trumpga berdi. Nima uchun berdi deganda uni asosmasi sen mushu Koreya mushu yerim orlininki tinchlik uchun eng cho'ng to'p qo'shgan odamsan deganda ashuni maqsad qilib turib berdi. Nima uchun demamsiz, birinchi qatim Donald Trump nima bo'lganda, prezident bo'lganda yodingizda bormi? Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreyani bu qurolsizlantirgan rayonning ichiga akib ikki tarafni qo'l ko'rashtirgan. Boshqa odam emas, shu Donald Trump shu. Mushqatimi aniqdi qayt edi. Shu Kim Jong Un agar men bilan ko'rishaman desa, mushqatim hamshimni tashlab qo'yib berib ko'rishaman dedi. Nima uchun ashuna deydi? U chunki ashuni deyolmaydi-chu, og'zini chiqara oladi. Boshqa prezident bo'lsa, "Voy bizning unda planimiz yo'q. Anda qilmagan, shunga o'zimizningki degan plan bo'yicha mangamiz." Ananda ilqimandaq o'ziniki
o'zgarishchanlik yoki bo'lmasa ahvol qarab o'zgaradigan iqtidorningki kamchiligini ko'rsatib berdi. Ana bu bir masala. Ana yana birisi Janubiy Koreyaningki nimasi Prezident Lee o'zi ayrim shu bir nima tamoqchi o'zi ayrim bir ziyofat berdi-chu. Shu ziyofatga taklif qilingan davlatlardami shu Amerikaning yanida tura oladigan davlatlarningki 6 davlatning hammasini maqsadli taklif qilib akirdi. Shu bir tamoq nimasida ustilida demak 6 davlatningki boshbaqalar bilan ko'risha oladi degan gapchu. Bu odamningki ish qilish nimasida uslubi butunlay o'xshamaydi. Yana bir narsa bu yanalam shu boshqa odam qilmaydi buni. Yana shu Donald Trump o'zi qiladi. Amerikaninki Janubiy Koreyada turishlik harbiy bazasi bor, shundaymi? Shu harbiylar o'zining Amerikaning harbiylari Donald Trumpning o'zi yaxshi ko'radigan bir muzikasi bor-chu. Na qarasangiz o'zi nima qilib usul o'ynab ketadigan YMCA deydigan bo'lsa. Davlat marshini o'rniga YMCA muzikasini o'rnatishadi. Shuma endi butun protokoldan chiqib ketgan bir narsa-chu bu. Xalqaro diplomatiya protokoldan. Ana shuningmi hammaga yo'l qo'yag'liq. Qanday qilsan qil, sen xo'shlik bo'ldigan bo'lsa, qilsan bo'laver dedi. Endi ashunda, bu jarayonda bu yanalam narsa cho'gilib Janubiy Koreyaningki mushu dengiz bexatarligi, mushu butun Tinch okeani bexatarligidagi o'rninki muhimligini yana bir qatim bu odam isbotlab berdi-chu. Bu qanday qildi deganda, mushu Janubiy Koreyaningki Rock Air Force degan L3 Harris deydigan bir sistemasi bor-chu. O'ziga qaytarma hujumga o'ta oladigan yoki radar sistemasi bor. Ashniki eng yuqori nimasini men senga beraman, sen shuni ishlatib o'zingninki mudofaa sistemini kuchlantirsang bo'ldi deydigan bir narsani qildi. Yana birisi bu hamma odamni cho'chitadigan, bu Xitoyni cho'chitgan bir narsa. Janubiy Koreyaningki bu atom yadro energiyasi bilan harakatlanadigan suvosti parkninki qurilishiga ma'qul dedi. Sen bo'ldi dedi. O'ylab qarsangiz, bir ashundaq parkdan birini yasash uchun shu masalan Avstraliyada yasayotdi uni. Mening bilishimda 50 billion ashunchak mablag' ketadi. Uning butun shu inchga texnologiya hamma narsa nerdan keldi? Amerikadan keldi. Shunga bu jarayonda Amerika bilan Janubiy Koreyaningki bu jatga hamkorliginingki buning 5 yilda yana qanchalik kuchlanganligi mana men deb chiqib turdi-chu. Bu harbiy jatga hamkorlik bu. Bu agar ashnaq submarine yer suvosti parxod nim qilsa, bu Xitoyninki har qanday yer suv ostidan keladigan hujuminingki hammaninki oldini ola oladi-chu. Ham qaytarma hujumga o'ta oladi. Yana birisi bu bundaq nimani submarinening birini yasamsa, ikkini yasamsa, sonni qo'yib qo'ymadi u yerga. Yasam bo'ldi degan narsani bilib berdi. Balkim uningdan birini yasashi mumkin, balkim ikkini yasashi mumkin. U ixtiyosan yo'q. Yana birisi bu harbiy parxodninki davomliq degidek uninki yasaydigan yoki bo'lmasa ashninki mushu mexanik ishlarni qilgan bir chuqur bir muhim turaqli bir yer bo'lishi kerak-chu. Masalan, shu Amerikaninki u harbiy parxodlarning mushu Tinch okean u yerlarda o'zininki shu buzilgan yerlarni o'ngshaydigan ashna bir tinch bir muqim yerninki hozirgacha bo'lmasligimi bir boshqa turadigan bir ish. Hozir shundaq ya'ni Janubiy Koreya bilan ta'sis qildi. Ashuni o'zi nima desa, demak Amerika bilan Janubiy Koreyaning o'sha harbiy masalasiga kelgan hamkorligining yana bir yuqori ballaga chiqqanini ko'rsatib berdi-chu. Undan uningdan sirt mushu savdo masalasidami masalan Janubiy Koreya 113 bu deymi? 103 Boeing aeroplanini olmay deb ashunaqani to'xtamtizdi. Umuman summa nimaniki mushu tuzgan nimasi. Mening hozir 2 xil narsa chiqibdi. Birisi deydi 225 billion deydi. Yana bir nimada deydi 325 deydi. Mayli qaysi bo'lsin, bu savdo miqdor intayin yuqori, sommasi intayin yuqorichi. Bu biz sal qaraydigan narsa emas. Yana birisi
Janubiy Koreya bilan Amerikani o'rtasida bo'layotgan bu kelishimlarning asosiga yangi energiyaga berib taqilishdi. Yangi texnologiyaga, yangi mashinasozlikqa berib taqildi. Endi yana bir narsa, Xitoyninki shu dengiz ostidagi seabed cable deydi-chu. Aloqa uchun bu narsa ishlatadigan nima cable manga emasmi dengizning ostida. Aşının buzg'unchilik qilish ham ashuni kontrol qilish nimasi hozircha o'ktamlik qilib kelgili. Ana shu jihatga hamkorlikdimi Janubiy Koreya bilan hamkorlashganligini o'tirib qo'ydi-chu. Endi bu Xitoyning masalasiga kelganda biz seriq to'pi nimasini so'zlaymiz. Bu tem chuqum chiqadi. Shu seriq to'pini ayrishdimi buningda texnologiya kerakchi. Buning uskuni kerak. Aslınki bütün teknologiya, uskun, hamma narsaniki ishlab chiqarilishi, ashuni kengayishdimi Janubiy Koreya muhim rol o'ynaydi. Ashnodimi hamkorlashish, yaqindan hamkorlashish, anadagi Janubiy Koreyaninki ashqil uskunni, ash texnologiyani ishlab chiqarishiga yo'l qo'yish. Bu nimasini texnologiyani Amerika beradi, lekin uskunni ishlab chiqarish yanlam Janubiy Koreyada ilishib berish ehtimoli intayin yuqori. Endi yana birisi misha kelgandimi, oldingi bir oydan ortiqroq bir vaqtda yodingizda bormi, Avstraliya bilan Amerika mush seriq to'pa kelishimnomasi tuzdi. Shundami? Ashninki ash kelishimnomning yerimi ash nima desa seriq to'pini qanday pishiqlab ishlab chiqarish. Onun bütün üskün aşı nim teknologiya hammasi nereden keldi? Amerikadan keldi. Avstraliyada yüzü pishiqlab ishlab chiqaramaydi ekan uning uchun. Aslında lekin texnologiya aslında chip bo'libmi Amerikadan kelishi kerak ekan. Endi shu o'ylab baqsangiz hozir mush masaladami Amerika, Avstraliya, Janubiy Koreya uchini bunda biz bunda diqqat qilsak bir-birisiga bog'lab qo'ygan bir ahvol borchu. Bu intayin davlat mudofaa masalasi jihatdan aytsin yoki buningdan keyingi mushu sun'iy aql ishlab chiqarish, sun'iy aqllar ishlab chiqargan mashina uskunlar bo'lsin, mushniki chip bu narsalarda intayin muhim rol o'ynaydi. Demak, Amerika ustunlikni egallab mangdi degan mandaq bir ma'nomi chiqdi-chu. Buningdan keyin. Bu shu Janubiy Koreyada bo'lgan ishlar. Endi men nimaga Xitoy bilan deylik, bu qatim Koreyada o'tkazilgan bu yig'inda hamda Donald Trump bilan kurashdi hamda ikkisiniki. To'g'ri, to'g'ri. Bu kurashchi dunyoning siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shunday bir ozroq bir nimasi bo'lamdi buningda? Albatta. Ben mushningda men ozroq bir narsani men tushundiray. Diqqatingizni qaratib Chunki shu bu ekranga chiqib so'zlayotimiz bu masalani. Bo'lmasa bu Donald Trumpninki bu boshqa mush davlatlarga berib qonuniy ish qilganligi bu siyosiy muloyizani qildigan odamlar intayin ko'p. U shularninki muloyizani anglasam yetib borishdi-chu. Bizning ham bu ekranga asosiy chiqib so'zlashimiz mushu hozir bo'layotgan mushu siyosiy yo'nalishninki, mushu davlatninki bizninki mavjudligimiz, bizning mustaqil hurlik masalasimizga qanchalik ta'sir ko'rsatdi degan shuni maqsad qilib chiqyapmiz bu ekran. Bo'lmasa chiqib yurishning hech zaruriyati yo'q. Bu uchur xabarni o'zimiz ko'rib olsak bo'laverdi. Boshqalar ham ko'ra oladi deb qarayman-chu. Endi menda mandaq bir masala bor-chu. Nimaniki Xitoyninki nimasi Premier ASEAN yig'inida bor. Shunami? Donald Trump shu yerda bor. Shu yerda uning hech qanday uchur aloqa bir narsa deydigan narsa yo'q. Donald Trump fursatni kutib, mush Pusanga kelgan vaqtida Pusan aeroportning o'zida Xitoyninki nimasi boshbaqan Shi bilan ko'rishdi. Endi bu ko'rishish intayin bir taraf qarasa kulkulik, yana birisi bir teatrdek bir ish bo'ldi-chu. Ash ko'rishish shu nuqtadan tortib shu nimaga shu suhbat ustiga o'tirish butun jarayon hisobda 3 soat. Asliniki o'zaro bir-birisi sarf qilgan vaqti aran 3 soat. Shu 3 soat jarayonda bu masalan Donald Trump ikki davlatning davlat arbab mundaq kelgan chaqda o'xshash bir-birisiga qarab yo'l minib, o'ttirga kelgani qo'llayshi, shunami? Donald Trump undaq qilmadi.
Nima shi mayaqdan lag'aylab kelsa, ana ma kelib, u o'tirdiki siziqni ütab, ma shi tarafga berib, qo'lini o'zi qo'l uzatdi. Qo'lga toza nim qilib toza yaxshi silkibchi, mijib turib, yanıla meni o'g'avorchiligini ko'rsatib turib, nim qildichu. Men sendan u lag'aylamsa, men o'zing qarshiligini ko'rsam, mening karim yo'q. Mening qiladiganim yanıla shu. Adab bütün protokolni aşağıda buzvatdi u. Hech qanday nima qilmadi. Ana yana birisi shininki o'zininki chiroydagi norozichiligi, o'zininki ma bu badandagi ko'rsatayotgan bearamchilik hamma narsani mana men deb ko'rib olgan bo'ldi. Bu bir ish. Ana yana birisi suhbat ustida bular suhbat ustining qarama-qarshi o'tirag'liq. Yadingizda bormi? Qarama-qarshi o'tirag'liq ahvolida Trump Shining ko'zining ichiga qaradichu. Ichiga qarab so'zladi. Qarsa Shi hadab beshini mayoqqa nim qilib, nimaning Trumpning ko'ziga qarg'il unimadi. Ana uni har xil muloyiza qildiganlar borchu. Ammo bu mening muloyizam buningda Trump Yamanyaga kelsa, azoq o'ktamchilik nimasi borchu, buni xuyi bor buningda. Bu so'diga bu. Ay ko'zining ichiga qarab turib, men olaman degan narsani oladi bu. Bu xuyini bu hamma yerda ko'rsatib keldik. Ana buningga voy bizning qoidamizda bu Osiyolikning qoidasi biz bir odamning ko'zining ichiga qarab gap qilmaymiz, yo aqlay ko'klay degan nurg'un banolarni boshqalar muloyiz qilib o'tirib qo'ydi. U undaq muloyiz ahmaydi u yerdachu. Davlat arboblari davlatning beshi bo'lgankan, sen o'zing bosh bo'layotgan davlatga ega chiqanligidek ashuna bir nima bilan shu kibr bilan ashada o'tirib so'zlashasan demaysan shu yerda o'tirib degan gap. Aşağıdalam əməliyyatda uqtirib etdichu. Buningki uqtirib etishningki yana bir nimasi Trumpning tutgan yo'li shu Xitoyning atrofidagi hammasiga shu qurollantirib, kuchlantirib, beradigan hamma nimasi berib, masalan, Yaponiya shunday qildi, Malayziyada shunday qildi, Filippinninki shunday qildi, anoninki Janubiy Koreyaniki Janubiy Koreyani sen shu yadro nimasi bilan energiya bilan mangdigan yarası superxit yazsang bo'ldi deb bu degan cho'ng ish bu Xitoy uchun aytgan chog'da. Ashning hammani qo'l qo'yib eng oxirgi ko'rishdig'ini ishi. Unda qilgandan keyin ishi o'z qarash kerak. Agar men manga yaqil deb qolsam, bu texmi mening atrofimdagi odamni mushu davlatni texmi kuchlantirib, meni buningdan keyin tiniq aql qo'ymaydigan qilib yutadi deydigan ashunaq bir nima qo'qoqni selib turib, anandan keyin to'xtamchizyapti. Shuningdan bu bir po'choq, seriq po'choq masalasi bor. Birinchi ulab Amerikaning Xitoyning qilgani, sen menga agar yuqori tamoshni beji qo'ysang, po'choqlaringni hech qaysini olmayman degan ash narsani birinchi oyda shu o'tirib qo'yib, shu qaytarma hujumda ashuna o'tirib qo'ygan. Birinchi ulab shu seriq po'choq qo'ygan bajni yo'q qilib etdi u. Qo'yib, mushu nimada, mushu yil oxirigacha Amerikaninki 12 tonna, kubik tonna shu seriq po'choqni oladiganligini. Anonikin kelarki 3 yilda har yili 25 million kubik tonna seriq po'choqni oladiganligidan shu yerda shu kelishimnomani bular hozirladi. Ana yana birisi bu tamoshni beji qarshi Xitoyning o'ynab kelayotgan yana bir o'yini seriq to'pi. Seriq to'pida bojni intan yuqori qo'yish yoki men sotmayman deblam tugilib turib olganchu. Amaliyotda bu nimaninki bu qitim u seriq to'pisini sotmasimi, masalan Donald Trump masalan u kelishimnomani boshqa davlat bilan tuzib bo'ldi. Seriq to'pi ba'lam davlat bilan kelishimnoma, masalan hozir Ukraina bor buning ichida. Masalan hozir eng aqallisi Turkiyadan seriq to'pi chiqdi. Turkiyaning Konuşa degan viloyatida nayt yuqori miqdorda seriq to'pining borligini, lekin Turkiya o'zi ishlab chiqarolmaydi ekan, Amerika yordam qildi ekan uningga. Ashundaq. Ana masalan hozir Avstraliyada chiqig'liq bu narsa. Malayziyaningki o'zidami nima qilg'iliq. Shuni bu hamma bu seriq to'piga tushadigan ehtiyojni bu taqdim etdichu. Shuni bu Xitoyning o'ziga qarab qoladigan bu narsa bu mandaqcha aytgan chog'da bu xatar nayt to'lab ketdi. Shuni bu Xitoy satmasimi, baribir Amerika yana boshqa seriq to'pini ishlatib o'zining ishini davomlashtirib beradi. Lekin meyadagi bir masala Xitoy hozirgacha o'zining tanarqining tuvan holatda
seriq to'pi o'zining texnologiyasi ishlab chiqarib, pishiqlab ishlab chiqargan seriq to'pini xalqaro bozorda setish nimasimi 90%chu. Setilayotgan seriq to'pi 90%. Ani yana birisi shu xalqarodagi hozirgi seriq to'pini bilan tarqalinish miqdorining 61% Xitoydan chiqadi. Nereden chiqadi? Bizning vatandan chiqadi o seriq to'p, boshqa yerdan chiqmaydi. Bizningki shu vatandagi shu biz Mo'ngoldan shu chiqdi ekan. nimani? Ishga Mo'ngoldan chiqdi ekan o'cha. Ishki Mo'ngoldan chiqadi, lekin sufati bizning vatannikiga o'xshamaydi. Shu eng yaxshi sufati chiqadi, nima sufati eng yuqori, andan keyin nimasiga eng zil yerga ishlatalaydigan mush davlat mudofaa havo bo'shliq mush nimasi uskunaga bu chip ishlab chiqarish nimasi kelgan vaqtida bizning vatandan chiqqan seriq to'piningki sufati butun selishtirmada eng ustunlikni egallayotganchu. Shu bu ishki Mo'ngoldan chiqqanidan to'g'ri. İçki Moğol'dan ki mesela seriq to'p chiqadi ham, köme o bo'lib chiqadi, lekin sifatga qaraydi-chu. Ana bu bir masala. Undan yana birisi buningdan keyin bu shu vaqtning o'zida bu Xitoyning yana bir yo'l qo'ydigan narsa, mush nuqtani tugitaylik. Xitoyda chip ishlab chiqarolmaydi hozirgacha. Yo'g'on so'zlar ani qilyaptim, mani qilyaptim degan bilan butun shu hozirgi sun'iy aqlga bilan mangadigan mashina yoki kompyuter shu yuqori texnologiya uskunaga ishlangan chipni hozirgacha o'zi ishlab chiqarolmaydi. Andan keyin Donald Trump bu nimaningki Nvidia degan shu chip ishlab chiqargan eng chong shirkatningki Jensen Huangni qishidan naydi yaqin tutuqliqchi. Ana shu chog'da bu 6 oyning yog'i bu Jensen Huang Xitoyga berib, o'zaro munosabatni yaxshilab, mush Donald Trump bir kun ma'qul deb qolsa, butun mushu Xitoydagi bozorni ocha olayman degan maqsad bilan bu nurg'un berish kelish muomala qildi Xitoy bilan. Mush qitimki kelishimnomada bu Amerika amaliyotda shu nimaningki Nvidia'ningki shu chipni Xitoyga setishiga yo'l qo'ydiganligini aşınıga dediçu, şu nimasida. Ma'qulligini qo'lga keltirish. Agar shu chip kirmaydi ekan, Xitoy buningdan keyin shu nimada sun'iy aql ishlab chiqarish uchun uskunlari mush texnologiyalardan mumkin emas raqobatchi bo'lolmaydi Amerika bilan. Ana shu ashini elish uchun nurg'un yo'l qo'ydi bu. Yana bir yerda masala bor, TikTok masalasi-chu. TikTok masalasidami Amerika TikTok'ning Amerikadagi butun savdo nimasini o'z qo'lga elish. Uningmi Xitoy yo'l qo'ydiganligini bildirdi bir hisobda-chu. Lekin uni kelishimnomasi turaqlashib eng oxirgi chiqib bo'lgani yo'q. Bu bir masala. Ana yana birisi fentanyl ishlab chiqarilgan xom ashyo bor. Yoqimsa shu fentanylni bana qilib Amerika nurg'un nima qilganchu, bir qancha mahsulotlarga Xitoy oldi bilan qaytarma hujum ustida yuqori boj qo'yib olgandi. Andan Amerika hozir shu bojlarning hammasini men bekor qilaman. Bekor qilib 9%, 12%ga tushirib beraman. Lekin sen fentanylga ishlatadigan mahsulotning hech qaysini Amerikaga akirmaysan, eksport qilmaysan degan shu nuqtanimi o'zaro bir-birisiga kelishim hosil qildi-chu. Bu degani shu huquq peshiq chiqqanda hozirgacha Donald Trumpningki bir qilib kelayotgan bir yaxshi ishi mush Amerikadagi zarlik chekimlikni cheklashchu. Ko'chalarni bu nimasini rad qilsalar bexatarligini bexatarlik nimasini nisbatini yuqori ko'tarman deganda shu zarlik chekimlikka bo'lgan qattiq qo'lchu. Nayt qattiq tutib ketadilik. Lekin bu fentanylningki butun hamashani Xitoydan kelganligini hammadan biladi. Bilib turg'uluq hozirgacha burunqi demokratchilar bo'lsa qattiq siyosat bilan buni to'sab boqqani yo'q. Shuning uchun fentanylning sababidan Amerikaning ichida o'ladigan odammi oz emas. Ana yana biz fentanylningki bu odam o'ldirish nimasimi indan kuchlikchu. Bu narkozning ichida fentanyl eng yuqori emas, lekin eng yuqorini solgan ikkinchi o'rinda turdi. Nayt asal odam nima qildi? O'chsizlantirib bilan odamning o'lib ketish nisbati intayin yuqori. Inglizcha uni overdose deydi.
azroqla miqdorini sal jiqroq ishlatib bersa uylab qoldigan ahvol intayin ko'p. Shuning bilan uylashdi. Ana uningga xumor bo'lib qoldigan odamlarmi intayin yuqori. Shunga nurg'un ko'chalar qarsangizmi, vayrona. Aş məxsus aş xil nima bilan zarlik chekimlik bilan xuddi uylak adam mangandek yo'lda lalangishib mengayotgan ashna bir ko'rinishlar hozir taqilib ketdi-ku. Ashna hammani Donald Trump men tozalayman deb chiqish nima qilyapti-chu. Uni tozalashdan burun ashu zarlik chekimlikninki Amerika kirishini to'sish kerak. Birsi nimadan Janubiy Osiyo nimadan Amerikadan kirgan Venezueladan kirganini to'sayotdi bu. Ya'ni yana birsi Xitoydan Hameşyanı to'slayotdi. Bu bir masala. Ana yana birsi yadingizda bormiki, Amerika nurg'un shirkatlarni qora tizimlikka tiqib etgan. Shu shirkat ishlab chiqargan mahsulotni hech qaysi Amerika kirishga bo'lmaydi deb. Buningda bizningki Uyg'urlarningki, masalan, shu Uyg'ur majburiyatiga munosabatlikmi nurg'un shirkatlar bor. Andan shu shirkatlarningki hozir Xitoyning da'vatqini shu shirkat qo'ygan cheklamani bo'pmi, qora tizimlikni yana davomli ko'paytirib olmasang degan talabni qo'yarlikchu. Uningga Amerika bo'ladi deb uni yo'l qo'ydi. Endi shunga bu yerda hargiz Amerika butunlay bojni yo'qotib etgan yoki bo'lmasa sen nimani satsang bo'laver degan unday ish yo'q. Amerika yana kontrol qilmoqchi. Endi uzoq o'tmay Donald Trump o'ziniki nimasini tugatdimi? Sandagi ish hamma narsani jo'shtirib Amerika qaytib ketdimi? Toni kun taxe Nvidia'ningki chipni Xitoyga kirishiga ruxsat yo'q deydigan ashni setish nimasini bekor qilib etdi. Endi demak bu yerda yana nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Amerika hargiz oldirab o'z bir qitim burni qattiq yeydi. Xitoyga ashna bir yo'lni qo'yib, Xitoyning naqadar shu davlat bexatarligiga ta'sir ko'rsatadigan, kontrol qila oladigan hujum xarakterlik shu narsani nechirak qilganligini ko'raklik. Masalan, shu nemisni kamera deysiz, chip deysiz, ananing keyin shu internetninki har xil TikTok shuning ichida bor. Shu uchurlarni yig'ish, uchur kontrol qilish, ananing keyin yolg'on uchur taqtish, shu jihatdan nurg'un avorchilik ziyon solib ketdi-chu. Shu oldirab u chipni hargiz u Xitoyga bermaslik ehtimolligi intayin yuqori hozir. Ashuni to'xtatib etdi. Shu kelishimnoma hozir 2 kunga qolmay yo'qlab bo'ldi degan gap. Ana bu masala. Endi yana birsi bu Xitoy bilan Amerikaning o'tirisida bo'layotgan bu ish ya davomlashadi-chu. Shuni biz oldirablam voy anda xo'p ketdi, mana deb baxo'shib ketmay, biz ham davomli kuzatib tursak to'g'ri bo'ladi. Endi bizga nima manfaatga elib keldi deganda Xitoyning hozir men Facebookda tuyuqsiz uzib ketishgan nahmaydan nima bo'ldi bilmadim hozir 3-4 marta bo'ldi uzib ketdi. Boshqasida Twitter, YouTube, Instagramda. Endi bir necha savollar bor deb bularmi shu Amerika Xitoy ikkisining savdo nimasi Xi Jinping bilan Donald Trumpning ko'rishiga nisbatan bu savollar hozir so'rasak men yarim soatni qilib savollar bor-ku buningda. Qism bo'lib kelar qatim qilsa qanday bo'lar bu narsanikini? Xitoy Amerika nimasi dunyoning siyosiy qattiq cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bizning asl nuqtalarimiz o'sha ikkisiniki hamda-da. Men ishada bir nuqtani daral divitay, ananing keyin sizning boshqa yana so'raydigan savollaringiz bo'lsa, ani yana bir qatim qayta ashuni bir savolni bir silib yana o'rlashtirsa bo'ldi. Ammo yana bir masala bor-chu. Xitoy shu o'zininki, shu bizningki vatanning ichida eng cho'ng qurgan data center bor-chu. U Qumul. Qumulning qiyshiq qurdi ashuni-chu. Ashuningki asosliq hamma narsa nima desa, AI'ninki uchurni ashar saqlaydi bular. Buningdan keyin-chu. U bir cho'ng bir shahar. U shaharni mang'iz uchun tok ketadi, suv ketadi, shunami? Butun aslani mang'iz uchun ashuncha bilan ketadi. Shuning uchun ketadigan mablag', suv, tok, energiyaning hammasi yana birsi odamning qo'lidan elib olib turib ishlatadi. Odam o'zi mayliki, bu shu o'zininki uchur saqlaydigan shahar to'liq menish kerak. Demak, odamning hayoti bilan tegishayotgan bir masala bor-chu.
Bir Uyg'ur o'lsa, oyadagi uchur saqlaydigan uskunning birisi ko'paydi degan gap. Chunki bir Uyg'urning ichadigan suyi, ishlatadigan toki, ashning ketadigan mablag' uskun uchun ishlatildi. Uyg'urga suv bo'lmasa bo'lmaydiki, uskun mang'iz uchun suvni shu yerga ishlatadi Xitoy. Mayada o'ziniki mashinasini Uyg'urning hayotdan yuqori ko'rayotgan bir masala bor. Bu qumul qurish maqsad nima demoqchi ekan? Nimaning? Qumul qurishning maqsadi hamda o'sha eng Qumulniki qurishdagi maqsad, mayada mundaq bir masala borchu. U bu bir cho'ng Xitoyninki strategiya xarakterlik cho'ng bir nuqta bu. Mushu nuqtani ayrim bir so'zlashaylar. Men bu qisqani bir tushuntirib o'tib ketay. Bu Xitoyninki bu plan tuzayotgani, mushuni qilayotganiga hozir 20 yil bo'ldi. Hozir mushu nimadagi bizning vatandagi mushu janubdagi Sharq Turkistonning janubdagi bu bo'pmi Yakanning usti tarafidagi eng xatarlik, dunyo bo'yicha eng xatarlik suv omborini bu qurib chiqdi. Bu suv ombori qanday xatarlik degan vaqtida suvninki ko'lami intayin yuqorichu. Suv saqlash ko'lami intayin yuqori. Anondan keyin agar kunlarning bir kuni omborninki shu tom yerilib shu bir chataq chiqsa, demak shu yerdan tushgan suv butun yakan mushu atrofidagi hatto mushu Qashqarning qishig'icha butun shu yurtni butun vayron qilib o'tadi. Bu atom bombasimi kuchlikchu, buni vayron qilish nimasi. Andan buningdan keladigan chiqqan suv dal shu hozirgi mushu nimadanki uchur saqlash shahriga suv ta'minlaydi. Mayli shu suv elektrisidan chiqqan nima tok bo'lsin, yoqimsa hozir solar panel, quyosh nuri bilan ishlab chiqarayotgan nima bo'lsin, ashning hammasi shaharni ta'minlaydi, tutib turoladi. Ani yana birisi bu Xitoyninki ichki o'lkalarida dengizdan jiroqchu. Dengizdan jiroq bo'ladigan buning o'ylaydigani bu kunlarning bir kuni hujum uchrab qolsa, andan keyin bu hujum bundaq jiroq yerga kelmaydi deb anaqni qildi. Lekin shu shaharning atrofiga yoqimsa shu pichan u deymiz. Shu nimaninki qumulninki bu Taklimakanninki sharqiy qirg'idagi butun noyalarga o'rlashtirib aytgan hozirgi harbiy mudofaa liniyasi uskun hamma narsa bu narsani qo'g'dash xuddi Sadichin Sibilga o'xshashlar. Bu yetib oshidi. Ana bu maqsadli qilinayotgan nurg'un qurilishlar borchu. Siz bu gapingiz bilyaptimi? Shu yerda işte Xitoy tajovuzini Sharq Turkistonga selayotgan shu mablag' nimalari biz bu chiqayotgan videolarni ko'ryapmizda, o'sha strategik o'rinni tanlashi, zot bu nima siyosatdan olib boryotidi, Qashqarni qurayotgan nurg'un narsa, musha izchil diqqat qilib kelyapmiz shu narsalarga. Albatta, u diqqat qilamizda. U chunki har bir Uzilib qoldi yana. Uyg'ur o'ladi. O aniqlam. Endi bizning bugungi maslahatimizga, suhbatimiz qaytib kelsak, Amerikaninki shu chipni Xitoyga setib berishni qanchaki kechiktirsa, u shahar mangmaydi. AIga bilan mangadigan uskun dataninki surati ostilishidi. U chunki nimani Xitoyninki qumulning qishiqiga shu data center shu nimasi palachalatga tushsa, o demak Uyg'urninki o'lish nisbatini osiltidi degan mandaq yakuni chiqarsak, biz oshirib o'tgan bo'lmaymiz. U qanchaki tez mangsa, u nimasi shahar kengayib mangdichu, ko'proq Uyg'ur o'ldi. Chunki Uyg'urning og'ziga yeyotgan non bilan shiyotgan suyi, kelayotgan hamma nimani uningdan tatib ayaga hajaydigan gap. Ana shunga mushundaq masala kelgan chaqdimi bu cho'ng bir masala biz bilan munosabat yo'qdek ko'ringan bilan biz bilan munosabati bor. Xitoyninki butun xalqarodagi o'rnini mundaq ostidan ulni tiklab turayotgan mayli xomashya bo'lsin, mayli uskuna bo'lsin, mayli shu mudofaa xarakterlik narsa ham bo'lsin, bizning vatanda hozir Xitoy o'ziga ishlanmaydi. Qaybatan sizni so'rg'inim va tashqi diqqat qilyapman, men diqqat qilyapman ba'zi narsaga ham diqqat qilib bo'lmaydi ekan. Ham bolalarga dedim nurg'un odamligida biz bu chet elda
faqat shu qiladigan ishimiz namoyish, hakem Facebook, Instagram, Twitter bir narsa taqitish, ya bir narsa yezishlar chekim qilyapti bu ishlarniki. Biz vatan ishini nima ishlab ketyapti hozir. Chiqqan videolardan Zumrad Davudxon taqitib, shundan ko'ramiz, hozir boshqalar taqtam ketdi. Nurg'un videolarni ko'rib, Uyg'urlik ahvollarini ko'ryapmiz. Xitoy hozir saxta nimalarni chiqaryapti, ko'plab tashviqot nimalarni. Lekin Xitoy qandaq mablag'larni silib, vatan ishini nima ishini qilyapti. Uyg'urni texnik tezroq yo'q qilish uchun sizga aytib qilyapti. Mush nuqta jiqroq bir diqqatimizni og'dirib, biz vatashlik narsalarga qilib ko'proq muloyiza qilib boqqan bo'lsak, desak, nurg'un odamlar bunga diqqat qilmaganlik ekancha, aytib narsalar ko'ryaptilar. Shu men so'ragan nuqtam shu. Mana bu izchil diqqat qilayotgan bo'lsangiz, biz mushtan nuqtalarni texnik ko'proq so'zlasakcha, o kashkish boshqalarning ishini qilib olmay, o'zimizning ishga bakrak markazlashdi. Rahmat. Ana bu yerda biz hozirgacha shu 2016-yili yoki 2017-yildan tortib hozirgacha meningki diqqat qilganim biz hissiyot da'vosi qilamiz. Biz amaliy o'zimizningki shu bizga rasmiy kelayotgan tahdid, bizning vatanimizga, o'zimizning xalqiga kelayotgan tahdidning zot qanday tahdid ekanligini sistemalik holda o'zimizmi hozir bir kuzatib, ta'liq qilib, siz degandek ashnaq bir ne qilib boqqanimiz yo'q. U bir xil tahdid emas bu. Masalan, biz bir misol olaylik, Xitoy nurg'un yig'inlar eshitib ketdi-ku. Beyjingda nurg'un yig'in eshildi. Bu yig'inlarga suhbat qilib boqay deb men xeli aloqalashib boqdim-ku. Chunki Xitoy markaz ochgan yig'inlar bevosita bizniki nimamizga taqishgan nimalar bor-da, uniki. O'sha atalmish Eng aqallisi Xitoyda içinki Beijingda içilgan yig'in bir taraf tutib tursin qarang. Mush qitim bir oyga yetmagan vaqtning oldida tuyuqsiz shu nimaninki qizlarim yeninki shu o'zininki shu bizning vatan Sharq Turkiston ichidagi turayotgan bazalar bor-ku. Ashninki yuqori darajalik amaldorning 4ni ilib tashlab etdi. 4ni yo'qotdi tashnandan. Andan keyin bu deganlik sen men uchun ishonchsiz kag'it yarmaysan. Men o'zimning adabimni avatiman degan gap. Bu nima desa bu cho'ng berayotgan bu xatarlik signalchi. O Şininki o'ziga ash rasmiy sodiq bo'lib ishlaydigan odamlar intayin zarxandlik. Ash o'zininki o'zining nimada qabilasiniki o'zininki atrofdagi odamlar avatidi u. O o'zining ishonchli odamni avati degan gap bu yerda yana bir cho'ng bir boshqa yan cho'ng ishniki yuz berishniki bir purg'i chiqib turdi ashada. Ana ashimo bizning nima uchun diqqatimizni tortmaydi? Tortish kerak. Tavsiye şu ekran aldık kurayotgan qarindoshlar biz suhbat programmamiz qilishgacha udrat o'tirishga siyosiy muloyiza qiliblarkan vaqtimiz o'tkazish yoki ziqni burash emas. Biz maqsad iloji o'zimizga qaratishda dunyoning siyosiy vaziyati qanday ketyapti, Sharq Turkistonning bizning ahvolimiz qanday ketyapti. O'yimcha Sharq Turkiston sog'in mablag'lar orqali dunyoning aşağıda cho'ng necha trillion mablag' kelyapti bir narsanikni. Aş to'g'risidagi uchurlarni biz yig'ib, shuni analiz qilish orqali bizim diaspora Uyg'urning nimasi asos Uyg'urlik qartishi, unda Uyg'urda boshqa narsa qartigan narsadan biz chekinib chiqishimiz kerak bu narsalardan. Asos o'zimiz bizni uni o'rgansak bo'ladi-ku. Lekin o'zimizning manfaatni oldin qo'rin qo'yib turib muloyiza qilmasak, ko'ramasak shu nuqtani, u xuddi har kuni biz televizorda ko'rayotgan xabar yoki bo'lmasa atrofimizda bo'lib o'tayotgan uchurdan hech qanday farqi yo'q. Bugungi suhbatning eng og'ir 2 yil nima qilib qoldi? Qolgan nima Donald Trump bilan nimasiga yana bir qatim qilaylik. Bir nimasi Yaponiya bosh ministri muxbirlar nima qildi? Uyg'ur masalasini tilga oldi. Uni Uyg'ur masalasini tilga elishi bu dunyo qanday bir signal berdi? Bu ayolniki o'ngchilar bizning Uyg'urlarga yaqin Rabiya Qadirxonning qabul qilgan Uyg'urning nimasini qo'llaydi deb mush bilan direkt berdi. Mush qisqacha bir javob beraman. Buningki men qaysi buni tilg'amdi Uyg'ur masalasini ash ayol oldi. Chunki u ayol to'g'ri. U ayolningki qo'rqmay tilga olishligi sabab, chunki u ayolda birinchi qo'lliqi material borchu, o'z ko'zi bilan ko'rib bu ishning zoda nada nagichi bo'lganligini nayt yaxshi biladi u ayolchu. O'z ishida. Ana bu masaladami bu ayol Xitoy masalasiga haqiqatan qattiq qo'l. Ana bu ayol ham Takaichi xonim Donald Trumpningki ishi bilan ko'rishganligini biladi.
Bilib turib maqsadli qilinayotgan gap bu. Hmm. Sen Donald Trump bilan Şi bilan kurashgan chaqda mushu masalaning hozirgacha betaraf bo'lmay Uyg'urning o'layotganligini, yana davomli bu masalaning hech nega mangmay, yana mushu qatnovlarda turayotganligini yodingda tutib qol deb Donald Trumpninki yodiga solib qo'yayotdi edi. Donald Trump hozirgacha Uyg'ur uchun bir gap qilib boqmadi. To'g'ri. Amerika o'ziniki mayli Oqsaroyning ishi bo'lsin, o'zining partiyasining ishi bo'lsin, Uyg'ur uchun zuvan chiqarib boqqan odam emas. Lekin qishir tug'an Mark Rubio deymiz, ular Uyg'urlar uchun oz to'la gap qilyapti-chu. Ana maqsad nima bu yerda deganda Takaichining ashunaq bir gapni og'zidan chiqarishning o'zi nima qilib sal Donald Trumpninki mana sal nimasiga do'lisiga urib qo'yayotgan bir signal, bir siyosiy signal bu. Hem hozir Amerikaniki Uyg'ur masalasiga bo'lgan siyosiy diqqati burun qaragan tuvallab qolyapti. Buni xili Tuvalliglik, albatta tuvalliglik. Chunki burunqi buning o'zimizning savallik borchu. Buni hamma Amerikaga tatib bizlik savallik deb qarasangiz qaysi savallik masalan bizniki? Bizdeki cho'ng savallik. Masalan, shu da'vo qilyapman, ani qilyapman, mana qilyapman, aqlay ko'klay deyotganlar hammasi Amerika haqiqatan sorunni yaratib berdi, ichib berdi. Lekin biz o'xshamagan kuchdan foydalanishni biz o'ylashib boqmadik. Kim azroqlar melaqa oldiga dancha ichib berdi, shuni oqsin yuguraydigan ashunaq bir yomon xohishni o'zimizga yetildirib oldik. Shuning uning hamma da'vochilar qarasangiz burun 5 yilning yog'i mushu Amerikada o'tir yo'l siyosati bor. Ana bu o'tir yo'lninki sol tarafida turgan solchi siyosat borchu. Uni central left deydi. O'tira nima sol. Ananiki back solchi siyosatchilar bor. Ana yana birisi Amerikaning siyosati hargiz o'tir yo'lda mangmaydi. Ya central left, ya bo'lmasa central right. Ashunaq mangadi. Ananiki bu o'ng qo'l tarafdagi siyosatchilar bilan hamkorlashib, o'zimizningki rasmiy asosini, mustaqillik masalasiga bevosita ko'targan asosini biz hozirgacha deyishib boqmadik. Xo'sh, unda qolib qolsa, Misha to'xtab bir savol. Bugun Facebookda Uyg'ur Hareket Tashkiloti o'sha Abbos xonimniki tashkilotning raisi va Amerikada netniki bir mukofot erishganlik haqidagi bir xabarni. Buni qanday qaraysiz? Yana deb kelsak, yana shu bu bir siyosiy nemasi oq ko'rinish borchu. Nima uchun siyosiy oq ko'rinish bor deganda Donald Trump chiqqandan tortib hozirgacha nimani shu netning pulini qattiq kesdi. Andin bu netning pulini kesgandan keyin George Sorosninki o'zininki yanchig'idan chiqqan foundationning kirdigan pul bilan ming'liq nurg'un programmalar bor. Endi men u Campaign for Uyg'ur harakatining pulininki qaysi nimadan manbadan chiqayotganligini bilmayman. U to'g'risi men o netninki torbita kirib nima qilib boqmadim. Amerikaninki netga bergan puldan kirayotgan pulmi yoki bo'lmasa George Sorosninki net orqali taqtiyotgan puldan kirayotgan uni men aniqlab boqmadim. Lekin netdan mablag' ilayotganligi aniq. Shunami? Shunga Uyg'ur masalasidami mushu Uyg'ur masalasiningki o'zimizning qilayotgan eng chong ishimiz deb xalqarodagi nemisni azroq bo'lsa-mi bir o'rnini tutib qilish uchun net ashuni oldiga tashlab qo'ygan bir masala bo'lmaydi-chu. Ana yana birisi biz toza aqlimiz bo'lsa, agar mushundaq andamundaq bir o'tirga tashlab qo'yishning o'zimi Uyg'ur masalasining vaqtini o'tab ketmaganligi. Bizning yana qiladigan yoki qila oladigan nurg'un boshqa nimamizningki fursatning borlig'ini oshnimi ko'rib olsak bo'ladi. Netning qo'llayotgan boshqa programmalarim bor. Masalan, Afrika qo'llayotgan bu. Nima uchun Rushiya boshqa berdi, boshqalarga bermaydi? Masalan, Gazaninki nimasiga kirayotgan nurg'un programmalar bor. Kishilik huquqni oshlarga bersa bo'ladi. Bermadi. Lekin Rushiya boshqa berdi. Nima uchun? Aşıma bizningki o'zimizningki Shamning o'chab qolmasligi uchun mukofot berishdi. Aşı Shamning o'chab qolmasligi uchun qilinayotgan bir cho'ng signal deb qarayman-chu men. Ya'ni yig'ib aytganda bu foydali tarafi shunaqa.
Paydalıq tərəfi. Paydalıq. Lekin bizningki mustaqillik ko'rishimizda u netning qo'rg'uliq qarab qolmasligi. Netning qarab qolgandan keyin ish tugadi degan gap. Yani bu Net azaldan bizningki mustaqillik qilinglar uchun mashina qilinglar deb yo'l qo'ymaydi. U netningki asosiy masalasi tinch yo'l bilan o'zining demokratik ideologiyasini bizdek ezilgan xalqning orasiga yoki bo'lmasa boshqa bu diktatorship davlatlarninki xalqning orasiga taqitish. Maqsad shu. Yumshoq yo'l bilan davr o'zgartirish yoki bo'lmasa xalqninki ideologiyasiga ta'sir ko'rsatish. Shunga maqsad o'xshamaydi-ku. Biyan söhbətdə bir yarım saat müşahidə axırlaşdıraylı. Ama Donald Trump bilan Şinik uçuruşu bu haqda nurgun suallar vardı. Bunun yanı bir kirib bizim vətəninin aşı Xitayning sağlam məbləğləri şərqdən az nəmə açdan birləşdiyi əsas bir qayıt bir qılamıq söhbətlər qatımda. Onun ayrim qilsaq bo'ldi. Andan keyin amalda siz shu ratlagan shu savollaringizni bir-birisiga mundaq munosabati bor, chetishlik qilib ratlab chiqsangiz, andan keyin ayrim bir suhbat qilsak, mencha yaxshimikin deb qarayman. Bo'ldi, ashtaqilarni biz ratlab chiqay savollar. Bir necha savollar borda, hammasi yana biz bilan munosabatda bir qanday bir nuqta tutishganligini gavdalantirgan savollar-chi buningga. Yani maqsad o'zimizga qarshi diqqatni burashda hamda. Degandek ekranda qarindoshlar bugungi suhbatimiz bir qadar uzun bo'lib ketdi. Taqib qo'yinglar, ko'rayotganlar, mushu bulabmush vata ishi nima ishlar bo'layotdi? Xitoylar qanday mablag'larni salayotdi? Hozir endi nimani Qashqarni ikkinchi Shinjin qilib qo'ymaymiz deb Xitoy butun nimani shu qildiribdi-da, endi buning Uyg'urlar qattiq zo'rdan ta'siri bor-da, Uyg'urning tig'imsiz yo'qolib ketishnikini, butunlay osmon sayqalib tushanimalarnikini. Aslında biz vətə işik əhvallarını mülayiz qilib xalqimizga bildirdigan, manda ishlarda hamkorlasha oladigan, mushaqqida söhbət qila oladigan qarindoshlar har zaman ekranimiz ochiq. Biz o'zimiz munosib temalarni tutish qilib, munosib temalarni maqola yozib, munosib zehnimizni supratmay, eng avval biz o'zimizni qaytaylik, o'zimizning taqdiri, o'zimizning taqdiriga munosabatli masalalarga ko'proq bosh qotirish orqali xalqimizni o'zimiz qartish orqali dunyoda qanday foydalana olamiz. Uyg'urlarni qo'llab, abatni degandek anigalik bir ayol tadqiqotchi dedi, mana besim bilan tadqiqot to'xtab qoladigan. Bunda ish jiqib ketdi-ku hamda Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yib, nurg'un tadqiqotchilar Xitoyning ta'sirida nurg'un ziyonkashlik uchirganlar bor. Ashlar qanday hisob qilib shulardan qanday bizim foydalana olamiz? Bular Uyg'ur deganlik uchun bo'layapti. Mening mishadi deb qo'yadigan narsam bizningki bir axloqiy qazimiz bor-ku ashlarga. Biz eng beshimizga kun tushgan vaqtda ashlar ovoz chiqarib o'zininki kasbiy jihatda qanday bo'lib ketishi, o'zining masalan o'zining bexatarligimi ta'hdid ostida. Masalan, menmi ta'hdid uchirgan, hozirmi uchiraqliq. Men Uyg'ur, men uni ko'tara olmayman. Lekin boshqa millat bizning masalasimiz uchun ta'hdid uchirishi, shu kishininki qanchalik isil, nima g'ururlik bir inson ekanligini ifodalab beradi-shu. Bizninki ashlar uchun gapirishimiz, ashlarninki ovozini chiqim kuchlantirish bizning bu aqlli bir burchimiz bu. Biz tuzkor bo'lib ketamiz agar biz uni qilmaydi ekanmiz. Men ashuna deb qarayman. Biz ekranga chiqishga tirishib qo'yaq, bu qas ekranga chiqib bir so'ziltib Uyg'ur xalqimizdan tunush tag'ash shu ayolning og'zini Uyg'urlar ahvolini bir anglab boqaylik. Bugun Facebook uzib qolgan 20 soat oldi yo'qsa nima bo'lib uzildi bilmayman. Yani mani to'liqlab qaytman chiqarib qo'yaman Facebookga. Taqib qo'yinglar. YouTube kanallarimizga a'zo bo'lib qolinglar. Undan boshqa degandek, mush Uyg'urlar haqida leksiya so'zlaydigan, abatni vatdash nima ish bo'layapti, Xitoylar qanday siyosatni qilyapti, mush haqida uchurlarni ta'minlanglar. Ekran hammadan ochiq, kim chiqib o'zimizning millatiga foydali bo'lgan, millatimizning ma'naviy jihatda yetaklab ma'laydigan leksiyalar qilib qolsa qarshi olamiz. Bu diasporada o'zimizning ona tilini qo'g'dab qilish, o'zaro bir-birimizni bu digital dunyoda tunishish uchun bunda medianiki bo'lishi ko'p yaxshi. Hozir bir necha medialar bor. Buni texnik taraqqiy qildiraylar. Qaysi temalar so'zlaydiganlar qilib qolsa aloqalasanglar bo'ladi. Qo'llanglar. Sizlarga ovozni anglatigan fursat yaratib beramiz. Rahmat. Biz sizlarga sonni ko'rishaylar. Allohga emanet. Allohga emanet. Xo'sh.